Prezident Shavkat Mirziyoyev Zomin tumanidagi Jizzax organik chorvachilik klasteri faoliyati bilan tanishdi. Umumiy qiymati 200 million dollar bo'lgan bu loyiha 5 yil oldin ishga tushirilgan. Yirik majmuada ochiq va yopiq inshootlar barpo etilgan. Birinchi bosqichda Yevropa davlatlari va Amerika Qo'shma Shtatlaridan Angus, Gerford naslli 4000 bosh qoramol, Avstraliyadan Dorper zotli 2000 bosh naslli qo'y keltirilgan. Mamlakatimizda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari, go'sht va sut mo'l hamda arzon bo'lishda mana shunday majmualarning ahamiyati katta. Jizzax organik klasteri 10 ming bosh qoramol, 4 ming bosh qo'y yetishtirish quvvatiga ega. Yiliga 5 ming tonnagacha go'sht yetishtiriladi. Bu yerda 750 kishi doimiy ishlaydi. Korxonada barcha ish jarayonlari raqamlashtirilgan. Ekin yerlarining 1300 gektariga suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan. Bu ishlar uchun Avstraliya, Germaniya va Amerika Qo'shma Shtatlaridan zamonaviy uskunalar keltirilgan. Umumiy klasterda qiymati 10 million dollarlik 200 ga yaqin texnika bor. Umuman klasterda qiymati 10 million dollarlik 200 ga yaqin texnika bor. Yana bir muhim jihati, bu yerda seleksiya va genetik ishlar uchun ham imkoniyatlar bor. Ozuqa yetishtirish uchun 12 ming gektar yer ajratilgan. Oxirgi 10 yil mobaynida foydalanilmagan yerlarning unumdorligini tiklash bo'yicha ham ish olib borilmoqda. Buning uchun organik o'g'itlar berish, almashib ekish tadbirlariga ahamiyat qaratilmoqda. Davlat rahbariga klasterning yangi loyiha va rejalari haqida axborot berildi. Qayd etilgandek, 28 million dollar sarmoya evaziga yiliga 20 ming tonna sut va 5 ming tonna go'shtni qayta ishlash ko'zda tutilgan. Yana 2 ming gektarda yomg'irlatib sug'orish orqali ozuqa yetishtiriladi. Chorvachilikda nasl masalasi dolzarb ahamiyatga ega, lekin aholi boqayotgan chorvaning zotdorligi 10% atrofida. Shuning uchun sun'iy urug'lantirishni kengaytirish, mahalliy nasllarni yaxshilash zarur. Shuni hisobga olib, klaster Zomin, Zarbdor va Yangiobodga 15 ta mahallada Angus zotli qoramolni ko'paytirib, sotib olish tizimini yo'lga qo'yadi. Banklar orqali mahallalarga beriladigan moliyaviy xizmatlar to'plamida chorvachilikni ham nazarda tutish, ozuqa yemini ko'paytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shu bilan davlatimiz rahbarining Jizzax viloyatiga tashrifi yakunlandi.